Tbilisiga xotiningiz bilan borsangiz bir haftada qancha pul sarflagan bo'larding? Masalan, men tur paketni jo'nash kunimizdan 3 oy oldin o'zimni tur firmamdan $1200 ga sotib olgan edim. Paket ichida 4 yulduzli mehmonxona, nonushta, aviachipta va sug'urta bor edi. Ketishdan bir kun oldin Korzinkadan taxminan $60 ga bozorlik qildik. Tur paketimizda transfer yo'qligi uchun Tbilisi aeroportidan Yandex orqali mehmonxonaga yetib borish uchun $10 sarfladik. Birinchi kuni Kura daryosini kemada sayr qildik. Sim karta, shirinliklar oldik, dollar maydaladik. Mahalliy ovqatlardan xinkali va xachapuri bilan birgalikda jami $95 ni boshini yedik. Ikkinchi kuni turistlar eng ko'p boradigan muzeyga bordik. Muhabbat olmosini tomosha qildik, kartinkalar, haykallarni ko'rdik. U yerdan chiqib botanika bog'ida sayr qildik. Aytgancha, bularning hammasi pullik. Hatto botanika bog'iga kirish uchun ham pul to'lashingiz kerak. Bog'dan kanat orqali shaharga tushdik. Kechki ovqatga KFC yedik. Umumiy hisobda ikkinchi kun $80 sarflabmiz. Uchinchi kuni uyqu zo'rlik qildi. Ko'chaga obeddan keyin chiqdik. Bu safar Kura daryosi qirg'oqlarida piyoda sayr qildik. Tarixiy joylarda rasmga tushdik, video oldik. Kemada uzoqdan ko'rgan uylarimizni yaqinroqdan borib ko'rdik. Kechki ovqatni Shahruza deb nomlangan o'zbek yemakxonasida qildik. Kun davomida $85 sarflabmiz. 4-kuni serxarajat kun bo'ldi. Taksida Tbilisi yo'llanmasini borib ko'rdik. Rosa chiroyli joylar ekan. Tushlikka turmush o'rtog'im o'zbek taomlarida ovqatlandi. Men esa turk taomlarida. Ovqatdan keyin Mimino kinosi qahramonlarining haykallarini ko'rishga bordik. Kechki ovqatga pitsa yedik. Kun davomida $90 sarflabmiz. 5-kuni serxarajat pro kuni bo'ldi. Chunki bemaza baliq taomi uchun $40 to'ladik. 3 soatdan keyin o'zbek taomlarida $35 ga yana qaytadan ovqatlandik. Ovqatlanib bo'lgach, Tbilisini har tomonidan ko'rinadigan Gruziyadagi eng baland charxpalikka minish uchun parkka bordik. Parkka chiqish uchun yo taksidan, yo funikulyardan yoki kanatdan foydalanishingiz kerak. Biz funikulyarni tanladik. Tbilisi parkidagi charxpalak Gruziyadagi eng baland charxpalak hisoblanadi. Batumida ham bor, lekin Tbilisi parkidagi charxpalakning balandligi 66 metr. 5-kundagi sayohat biz uchun $110 ga tushdi. 6-kuni Pushkin cho'milgan hammomga bordik. Sharshara tomosha qildik. Bu sharsharani Tbilisiga birinchi kun kelganimizda ham tomosha qilgandik. Tbilisi markazida joylashgan yer osti bozoriga tushib, uni ham tomosha qildik. An'anaga ko'ra ketishdan oldin shopping qildik. Uydagilarga narsa oldik, o'zimiz uchun ham bir nimalar oldik. Ovqatlanishlar va yana boshqa latta-putalar uchun jami $190 sarflabmiz. Serxarajat Pro Max kun bo'ldi o'zi ham bu 6-kun. Ketadigan kunimiz aeroportda oxirgi mahalliy pulimiz uvol bo'lmasin deb sumka oldik. Turmush o'rtog'imga albatta. Taksiga berdik. To'plam $35 ishlatibmiz. Xotin bir haftalik sayohat uchun jami $1955 ni tagiga suv qo'ydik. Evaziga bir qop taassurotlar, 200 ta rasm, 50 ta video va mana shu ma'lumotlar bilan qaytdik.